Kesam. Lechinadan keyin og'riqlar pasaydimi? Lechinadan keyin og'riqlar pasaydi. Chap tarafdanmi? Ha, chap tomon. Menda ham problem bor. Aha. Endi qo'lim ham urishyapti, oyog'im ham urishyapti endi. Oyog'ingiz polni hamma joydami urishish? Yo'q, faqat mashtumgacha. Yotsam ham og'riq yo'q, hech narsa. Yursangiz. Yursam og'riq bor. Hamma yolg'onchimisiz, soppa-sozsiz deydi. Grijalar bunaqa bo'lmaydi deydi. Sizda grija emasda xola. Sizda stenoz bor. Mashina yetganingizda Instagramda voy dod dedim, o'g'limni chaqirtirdim. Mana shu bola meni kasalim dedim. O'sha nima chiqadigan yo'ldagi stenozda o'shani ochib qo'yish kerak bo'ladi. Operatsiya bo'ladi-da. Ha, uni o'zingizdan boshqa hech kimga qildirmayman. O'sha olib. O'rtoqlarim bilan sayrga chiqolmayman kechqurun. 3-4 paramenda stenoz bor, ham retsist stenoz bor. Elto'ramiz qilyapti. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Hozir bitta onaxonni operatsiya qildik. Shu payt kanal grijangiz bor deydi. Ko'p hollarda bemorlar